Biz videolarni olib bo'ldik. Zal tozalab qo'ydik. Eng ko'p vaqtimni oladigan narsa yig'ishtirayotganda bu mana shu apparatlarni chiroyli qilib joylash. Mana bu uдлинительlar yoyilib yotadi. Hammasi kopto'li, antiq kopto'lar bor. Kopto'l orqali mashqlar ko'rsatganman. O'shalarning hammasiga joyiga qo'yishim kerak. Imomatni eng zo'r yengillashtirib beradigan yagona bu meni ona qizim. Endi ozgina tiqilib qolishini aytmasak, yur bu yoqqa. No atak va shimashlan tegi bilan polni chiroyli qilib artib chiqadi. Hech qattiq qolmaydi. To'g'ri ularning tegini o'zim artib chiqaman surib. Qolgan hamma narsani polni artib chiqadi, tegiga kirib, zigzag bo'lib ishlab beradi. Даже ichkaridagi meni shkaflarimni tegigacha kirib artib chiqadi mamitlarga. Mashitlarni artib chiqadi, ularning tegini hamma yog'ini kichik qilib bittalab bunaqa kirib artib chiqadi.